Assalamu alaikum, hürmetlik qarindoshlar. Shundoq biz yana ko'rishib o'tiribdik. Bugun ekran chiqishimda birsini intervyu qilish maqsad qilinmaydi. Chunki mataga 2 kun avval bir safardan qaytib keldim. Arada bir ciddi ehtiyoj bo'lib qolib, ciddi ish bilan 2 haftalik safarga ketib qolgan. Bu jarayonda bizning o Facebook'dagi qarindoshlarimizni nurg'unlari menga xat yozdi. Telefon qilganlarmi bo'ldi. Ko'pinchisi mayli tanımalar olsun, tanımalar olsun. Menden ensirgenligi yani. Bazıları bir vasıta sordu menden. Sizge besim oldu mu? Siz hücum uçurdunuz mu? Siz tehdit uçurdunuz mu? Yo'qolib ketdingiz mu? Degan inkaslar oldu. Bir jihatdan qarindoshlarimizniki menga va men boshqarayotgan bu programmaga ko'ngil bo'layotganligidan suyundim. Yana bir jihatdan nima sababdan masalan o'tgan qatimqi program ishlagandan keyin nima sababdan oraliqda bu qadar uzun vaqtgacha yo'qolib ketganligimniki sababini ko'pchilikka qisqacha tushuntirib qo'yish to'g'ri topqachqa bugun ekranni qayta ochdim. Bugun men oldin kuni qaytib kelgachga safardan birazini intervyu qilgan planim yo'q, oldin deb qo'yay. Faqatla menga ko'yilgan mening boshqarayotgan programmamniki mazmunni yoqtiradigan va uniki bundan keyingi planlarga qiziqayotgan do'stlarimniki savollarga javob berish uchun bugun bu ekranni ochdim. Bugungi suhbat men bilan sizlar oranglarda bo'ladi. Bir mehmonni taklif qildik ekranga. Bugun oldin deb qo'yay. Balkim sal hissiyotni qilishi mumkin. Ba'zi gaplarim qo'pol chiqib ketishi mumkin. Agar shunday bo'lib qolsa, bundan bearama qisqaroqchilar bo'lib qolsa, o'qishni so'rayman. Chunki bir ishqimig'imiz yomon tashkil bizniki. Men bir oq ko'ngillik bilan haqiqiy bir jurnalistga, ya'ni bir muhabirniki axloqiga mos keladigan holda reallikni, haqiqatni xabar qilish, ko'pchilikka uqtirish maqsadida bir ekran ochgan edim. Necha vaqt mening qilib kelganim shu. Haqni so'zlash, rostni so'zlash. Ammo ba'zi qarindoshlarimiz dediki, hozir haqni so'zlash, rostni so'zlash bir inqilob qaynab qoldi aramizda. Men bu gapning ma'nosini haqiqatan asta-asta tushunib yetdim. Bizning aramizda rost gap qilish haqiqatan tashkil. Nima qilish kerak deganda, xuddi vatanda qanday ko'ngan bo'lsa, kommunist Xitoy bizga qanday o'rgatgan bo'lsa, asli o'zlari voy hojam, sizlar yaxshi, sizlar ulug', sizlar ajoyib ish qilyapsizlar, to'pilarni ayta zo'r deb xo'sh hojam deb o'tishimiz kerak. Bunda qadamlarning aramizda bu qadar ko'pligini men his qilmagan. O'sha ekranni ochgandan keyin his qildim, ko'rdim. Ammo afsuski men undaq bir nacham muhit uchun bo'lgan emas. Men Urumchida oliy ma'lumotli xodimlarning orasida uchun bo'lgan. O'zim ham oliy ma'lumotli oliy maktabni Xitoyda o'qigandim. Endi bugun ba'zi qarindoshlarim hatto bevosita menga so'raganlar bo'ldi.
mayli chaqchaqda tariqasida bo'lsin yoki rost so'ragan bo'lsin, sen paloni birsidan yoki paloni bir tashkilotdan qo'rqib qolgan o'xshaysa, senga tahdid qilibdi, sen chekindingmi qandoq? Paloni xoin munofiqlardan qo'rqib qoldingmi deganlarni bevosita so'rovlar bo'ldi. Mening bergan javobim bu qarindoshlarimga. Meni qo'rqita oladigan xoin taxi tug'ilg'ini yo'q. Shundoq javob berdim. Men haqni so'zlaydi ekanman, reallikni so'zlaydi ekanman. Hech qanday bir xoin, munofiq, dushman meni qo'rqita olmaydi. Shunga ba'zi qarindoshlarimiz hamda bu ekran yo'qolib ketadimi deb bevosita menda so'rg'ali bo'ldi, ansiraganligini ifodaganlar bo'ldi. Xotirjam bo'linglar qarindoshlarim. Shu jon tanda bo'ladi ekan, bu ekran to'xtab qolmaydi. Men doim reallikni so'zlash, amaliy ahvolni ko'pchilikka bildirish, bu orqali ko'pchilikniki o'zlarining bir ishlarga qaror chiqarishiga yordam berish yo'lida hargiz to'xtab qolmayman. Endi bu o'tgan qatimqi bir programmadan keyinla meniki bir jiddiy ish bilan 5 haftalik sayt bir safarga bo'lib chiqib ketishim va u videoniki mazmunniki o'tkir bo'lishi, nurg'un odamlarning rohatini buzishi sabablik ham qarindoshlarimizniki bundaq deyishlari, masalan, gumon qilishi, ya'ni sizmi tahdidga uchrab nima qilolmay qoldingizmi degan bunda ansirishi mencha normal. Chunki bunda ahvollar aramizda ko'p yuz bergan. Bundan kim yuz berdi? Chunki biz dedik qarindoshlar, men 20 yil Yevropada yashash jarayonida his qilganim, bizning aramizda munofiqlar bor, Xitoyning munofiqlari bor, Xitoyning qo'li bor. Ajalsiz o'lib ketganlar bor. Tahdidga uchraganlar bor. Ziyonkashlikka uchraganlar bor. Mushlarning hammasi aramizdagi munofiqlarning Xitoyning qo'li orqali qilgan ishlari. Shuningdek qarindoshlarimizning menda ansirab qolishi va bu ekranning taqilib qolishidan ansirishi menimcha bir normal hodisa. Shuning uchun gerçi men bugun yangi safardan qaytib kelib birasini ziyorat qilish planim bo'lmasa-mu, oldidan meni qo'llaydigan mush programmani ochgandan tortib, mushundaq bir ekranga ehtiyojimiz bor deb, rost gap qiladigan bir ekranga ehtiyojimiz bor deb meni izchil qo'llab qolgan qarindoshlarim bilan bir salomlashish uchun, ondan keyin ba'zi ishlarga izohat berish uchun bu ekranni ochdim. Shundoq o'tgan qatimqi programmamiz ishlagan ekan, ko'rib turibsizlar. Mushundoq hujumlarga ushirdim. Ekranimni X qilib yo'q qo'yibdi. Demak, o'g'li aniq. Bu ekran yo'q bo'lishi kerak. Shikralloh davom qilish kerak. Bu ekran yo'q bo'lishi kerak yani. Bu voqea, bu videoda so'zlangan voqealar men shu 10 necha yilning mobaynida izchil anglab qolayotgan, Myunxdagi hamma odam biladigan, Yevropadagi jiq odam biladigan bo'lgan bir hodisa. Onun so'zlanganlari hammasi reallik. Bir eg'iz yog'an yeri yo'q. Ondaqda nimishqa bu gaplar ommaviy so'rinda deyilmadi, nimishqa ba'zida o'lgidek o'qilib qo'yishdi. Sababi aniq. Bizning ishlarimizga suqunib bergan munofiqlar hozir xeyli bir yerlarga bordi. Chet eldagi da'vo ishlarimiz aynan Xitoyninki umid qilganidek shaklda ketyotdi.
Mana bularning hammasi bizni ba'zida izlanishga undaydi. Nima sababdan bizning chet eldagi da'vo ishlarimiz ilgari bosmaydi degan shu savolga javob tepish ustida izlanishga undaydi. Mening qilayotganim dal mana shu ish. Izlanish va xalqimiz bilan birga izlanish. Nima uchun ishlarimizning ilgari bosmayotganligiga javob tepishga tirishish. Albatta bu jarayonda oramizdagi baydigan munofiqlarniki har xil vositalar bilan dushmanlik qilishi nihoyat aniq. Men bunga ideyajatda tayyorlik qilib qo'ygan. Shunga qandaqdir bir ishga zarba bilanlar to'xtab qoladigan, chekinib qoladigan birisi emasman. Bu jarayonda nurg'un savollar qo'yildi. Mayli do'stlar bo'lsin, mayli do'stlarni bo'lmagan shaklda bo'lsin, qo'yilgan savollar bo'ldi. Ya'ni ba'zilar deydiki, sen o'qiganmi? Sizning gaplaringiz qanday qo'pol deydiganlar bo'ldi. Yana birisi, sen nimishqa betaraf emas dedi. Oldindan deydiganim, men betaraf emas. Bunisi aniq. Mening programmani ko'rganlar hammasi aniq bila oladi. Mening betaraf emasligimni. Mening dushmanim, mening taraf tutmaygan tarafim, mening qo'llamaydiganim mushu hozir men deb o'tgan mushu chet eldagi da'vo ishlarimizni suiiste'mol qilayotgan, mayli bilib qilayotgan bo'lsin, bilmay qilayotgan bo'lsin, mushu da'vo ishlarini suiiste'mol qilayotgan, xalqni aldayotgan aldamchi qo'ymichilar va axloqsiz, sharafsiz insonlar. Men buni pek to'liq ko'rib ketib, ichimga sig'diramag'achqa bu ekronni ochdim. Yana bir narsa insonlarda bo'lsinki, men poshkalchi mollam emas. Ben bu ekranda poshkal uchun ochmadim. Mening nenim butun chunki. Men o'qiganmi? Men o'qigan. O'qigandimmi? Xeyli yaxshi o'qigan. Oliy maktabda matematikada o'qigan. Ayni vaqtda esimda qolsa, biz matematikada qiyin fanda Xitoylarni yengan hatto. Yevropaga kelgandan keyin maktab bitirgandan keyin men bir televiziya stansiyasining qurilishiga qatnashdim. 7 kishi chiqib o televiziya stansiyasi Uyg'urstonini qurdik. Undan keyin o'zim o'z oldimga yana bir televiziya stansiyasini qurgan. Shundoq birisi. Yevropaga kelgandan keyin men 7 oy yerlik tilni o'rgangandan keyin 7 oydan keyinlar maktabdan ayrilib, o'rta maktabda bu ya'niki gimnaziumda, ya'ni Vidrogonda school deydi u yerda. 4,5 yil o'qituvchilik qilgan, ya'ni yerliklarga matematikadan, inglizchadan, tabiiy fandan dars bergan. Endi sen o'qiganmi deganga javob olgansizlar, men o'qigan. Ben 4-5 yil o'qituvchilik qilgandan keyin, bu yerning bolalarning bak sho'xligini bilgandan keyin, ko'rgandan keyin chochlarim oqib ketib, boshqa ish qilay deb, hozir Nurgiya hukumat organida ishlayman. Ma'mur. O'qimagan bo'lsam, musholat kelishim mumkinmi? Şu anda o'qigan. Andaqsin nemish gaplarni qo'pol sen Erdo'cho'da o'tirganda gap qildi ekansan. Men ash Erdo'cho, shu do'nko'rik uchun olgan. Nomardlikni, nomussizlikni, sharafsizlikni ko'rganda qaynab salimiz og'zimiz sal qo'pol chiqib qoladi. Do'nko'rikliklarningki mijozi shu. Men taraf tutqashqa, ya'ni pak insonlar tarafdori bo'lg'ashqa, razillarning tarafdori bo'lmag'ashqa og'zimdan ba'zida ashtar gaplar chiqib qoldi. Qo'pol gaplar chiqib qoldi.
Ama o'qiganmi degan shu savolni qo'ygan shu abga peshonangni silib o'tib o'zing ayna qarab boq. Sen o'qiganmi? Sizning 70 pushtondan balki bundaq birisi chiqmaydi. Şuna mening deydiganim men o'qigan, men oliy ma'lumotliq. Ham nenim butun birisi. Ben poşkal tepip yaşaş üçün ekran açmadım, ihtiyacım yok. Şunun için ben künde program işlemeyim. Haftada manç program işleştirip meniki vazifem yok. Kaçam ihtiyaç doğulganda program işleyim. Yani interview kılışka tegişli kitap qaragan birisi uçuraganda ve şundaq bir mazmun doğulganda ekranını açayım. Şu an benim uzundarak bir program işleşimini aytım. Normal yani. Hem de hazır o programını işlegenden keyin neme bo'lganligini qisqacha deb beray. Ama kompüterda hujum qilish degandek keyin mavjudligini bilaman, obdan bilaman. Ammo unda ahvol uchrab qolmagan. Shu kunisi, mushu programni ishlagan kunisi programma tugamayla kompüterim aeroplandek vaqirab ketdi. To'xtamay paqirab ketdi. Ekranda boshqaramadim, ya'ni chashqanda boshqarib bo'lamadim ekranda. Oxiri faqat bo'lmay tok nimasini o'chirib desam o'chmadi. Faqat amal qilolmay orqadagi tok simini tatib o'tish orqali u vaqirgan ovozni yo'qotgan bo'ldim. Kompüter ekran hammasi ketib qoldi. Ondan keyin mening telefonim qaytib kelishga boshladi, chunki telefon to'xtamay keldi. Ba'zi palani hisoblar chaqlaydigan birileri menga telefon qilib, bir yolg'on gaplar, yovdoq gaplar bilan meni qo'rqitishga tirishdi. Meniki sal ko'nglim yerim bo'lgan yeri, men yaqin deydigan, men hurmatlaydigan ba'zi odamlarmi qilgan ishimniki toza to'g'ri bo'lmaganligini deb meni tanqidlagan bo'ldi. Men arliqda kompüterni o'chirayotgandan keyin nimalar bo'lganini bilmayman. Boshqa ko'chirib olgan bir qarindoshlarni qo'yib qo'yibdi to'g'ri. Meniki yo'qolib ketibdi. Ondan keyin yana bir cho'nglarimizdan ba'zilar telefon qilib menga ba'zi yaxshi tavsiyalarni berdi. Ya'ni bu videoda deyilgan mazmunlar hammasi to'p-to'g'ri, bo'lgan ishlar, rost gaplar, hech bir yolg'on yo'q. Ammo ba'zi odamlarniki, bo'lib ba'zi ayollarniki ismining otilib qolganligi muvofiq bo'lmabdi degan tavsiyani berdi. Chunki u meynatchiliklar, u rezilliklar garchi xeyli uzun burun yuz bergan bo'lsa-mu, u oilalar davom qilib o'tibdi. Yangi tug'ilgan bolalar ham bor o'shada hatto. Shunga ularniki ismining otilishi balkim bu ailelarda bir ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishi mumkin degan gapni qilgandan keyin shu cho'nglar. Men mushu nuqtani qabul qildim. Qandaqdir falon bir qo'rchoqniki ishtirni qo'yib berib men hujum qilishidan qo'rqib qolganim yo'q. Men undan qat'iy qo'rqmayman. Buni bilib qolinglar. Meniki qabul qilganim mushu nuqta bo'ldi. Ya'ni men intervyu qilishdan burun Murat apandi bilan ayrim masala so'zlashib olsam bo'pti-ki, shu kuni masalan nima bu asli bu intervyu qilish sababmi Rossiyadagi Dilmurod degan qarindoshimiz Facebookga bir video qo'yibdi-ki. 2012-yili Myunxda Rabia Qodir xonimga planlangan bir suiqasd to'g'risidagi bir videoni qo'yibdi-ki, 17-18 minutlik video-ki u. Men uni ko'rgandan keyin men shu suiqasdda nima suiqasd bo'lg'aydi deb javob topolmay yurgachga, Dilmurod do'stim meniki aloqa qildim. U menga o tayoq yegan bolaniki ismining Murat ekanligi, u bolani 80-yillardan tortib yaxshi biladiganligi, uning durust yaxshi bola ekanligini menga degandan keyin men darhol qiziqdim. Bu bolani bir intervyu qilsak bo'ladimi? Oshchoq kunamda tayoq yeguchi bo'lgandan keyin u zoti nima suiqasdi? Buni bilib olamiz balki intervyu jarayonida desam, bo'ldi intervyu qabul qildi dedi, shu kunida intervyu qildim.
Qo'ymagan u yerda bir axloqsizlikning gap chiqib qolib, siz bu axloqsizlikni bilamdingiz desam, bu do'stimiz nihoyatda tafsili endi. Nihoyat inchga deb bu gapni. Bu yerda endi men o'ylamagan endi ba'zi ismlarning o kadar inchga otilib ketishi. Shuning uchun men bu toza to'g'ri ko'rmadim bu videoning davomli turishini. Ba'zi to'rtashlar qo'yib qo'yibdiki, ularga telefon qilib oldirib etdim. Ondan keyin Murat Efendi bilan ko'rishdik. Bu videoni kamchiliklardan tuzab, ya'ni atalgan ba'zi ayollarning ismlarini chiqarib o'tib, qayta qo'yishni o'ylagandim. Mesela endi bu intervyudan keyin, bu programdan keyin ba'zilar bilan telefonda ko'rishib qoldim. Mening ekranimga Tangri tog' to'g'ri bekitining uzanması degandek uzun paypoqdek qismlarni qo'yib ketibdi. Japa tatib. Shuning bilan telefonda ko'rishdim buni bilan, ko'rishib nima degan bo'ldi desam, sen durust adamni chiqarmabsan. Ekranga dedi. Ekranga kimni chiqarishni albatta men belgilayman. Ekranga partiya sekretari, katiblarni chiqarish mening vazifam emas. Bayman degandek qachon bir temaga ehtiyoj tug'ilsa, albatta olimning kim ahvolini ozroq bilaman-da. Bu yerdagi maqsad tema. O programın o'zidimi Murat Efendining o'zidan so'radim. Sizni Xitoyning jasusi deb uribdi-ku, siz jasusmi deganga o javob berdi. Bu mening munbirimga ism qo'ygan bu odam uning javobidan mamnun bo'lmabdi, rozi bo'lmabdi. Bu seniki o'zingniki shaxsiy ko'zqarashi, ko'rgan odam necha ming ularning qancha mamnun bo'ldi, qancha mamnun bo'lmadi. Herhalde bir uçur teminledi yani. Palanı bir soğanı sormadan onunla dep. O bana ben şu gün tonuğam. Ama soğanı sorap etişim mümkün emez. Ondan keyin o balığa telefon kılıp sordum. Onun cevabını aldım. Evet, bugün hazır Murat Efendi mesela kayıt gelip Murat Efendi'nin ekranı çıkarıp bugünkü sohbette. Şu sorulara cevap alayım degen, ama Murat Efendi hazır baldırını elip sayahat kiti kaptı, öyde emeske. Şuna o mümkün bulmaya kaldı. Ama onu kılmaya aldım da. Bu ekran doğruluk ya da bir eskertiş versem, bu ekrana ben isim koyma başka. Onun isim koyduğunda yaman cıkıp gitti. O bazılar bevasıta Seyit Efendi'ye bağlı oldu. Seyit Efendi kurmakçı boğan teşkilatga bağlı oldu. Ben gerçi ne çıkıttım eskertiş bergen bolsam bu ekran mening ekranım. Hech qanday bir teşkilatga yoki bir liderga bağlangan emas deb tursam yana bağlı oldu. Ana abay degandek bazı teklif qilinmagan xolis xizmatchilar bunga isim qo'yib shuribdi, jafo chekib. Şoňa men bugun bu ekranga o'zim isim qo'yishga majbur bo'ldim. Qo'ymасам bo'lmaydigan o'xshaydi. Şoňa ko'rib turibsizlar, pastda turibdi. Bu munbarning ismi, bu ekranning ismi bundan keyin Jasorat munbiri bo'ladi. Buning ismi Jasorat munbiri. Yana boshqa isim qo'yib, yoki bir tashkilotga bog'lab va yoki bir liderga bog'lab og'ir bo'lmanglar qarindoshlar. Rahmat ko'ngil bo'lganinglarga. Shunchalik deb qo'yay. Bu programma mening qo'limda bor, sog' salomat. Onunda xalqimiz bilishga tegishlik nihoyat muhim mazmunlar bor. Nemishqa deganda bu xalqimizniki bizga yetakchilik qilma davatqanlarniki qanday insonlar ekanligini bilish haqqi bor. Ya'ni oshlar
qilgan shu rezilliklar orqali ularning qanday odam ekanligini bilish haqqi bor. Buni qanday shaklda qayta qo'yamiz, nega qo'yamiz, kim qo'yadi? Oldimizgi kunlarda munosabatlik, masalan, Murat apandi bilan maslahatlashib yana qo'yishimiz mumkin. Men hozircha qo'yishni qaror qilmadim. Chunki u ish tugagan keyin ismlarni tuzab o'chirib bu filmni tayyor qilib qo'ygan. Ammo mana nurg'un qarindoshlarimiz xat yozibdi, telefon qildi, "Shu videoni avatib bergan bo'lsangiz" deganlar bo'ldi. Ben dedimki bu videoda kamchilik bor, yetersizlik bor. Shuning uchun avatmayman, kechirsizlar dedim. Shuni avatmadim. Bu yerda bir ishni men tilga olmoqchi. Mana o'xshash ish qilayotgan bir haromzoda menga til tekkizibdi. Kichikdan bir kamadek bir yerni tutib, aslida ko'ngliga tukkan maqsadi bo'lgan xalqdan pul yig'ish, pul elish maqsadida bir muncha oljoq so'zlabdiki, osmonga bir dunyo qurib, butun Uyg'urni shu o'zining kichikdan shikroniga markazlashtirib, uni birdan-bir qiladiganlar to'g'risida so'zlabdiki, bu nima deydiganda bu avgadab gapini anglab baqsam, gapining oxirida mening ekranimga haqorat qilibdi, menga haqorat qilibdi. U deydiki, bu ekran pishni pasat teriydigan, quruq, sapasiz bir ekranmış. U o'zi betarafmish. Xalqning vakilimish, xalqning ustozimish. Bu aramzodning bu gaplarni anglab qo'yish uchun tik turdi. Men safarda vaqtimda, chet elda vaqtimda anglagan bu gapni, ammo bir kech uxlayolmadim, qattiq g'azablandim. Bu moqininki mening ekranimni pishni pasat usi deydiganga nima haqqi bor? Qaysi gapim pishni masalan? Qaysi yolg'on, qaysi o'ydirib chiqarilgan? Bunga javob bera olamsan, haramzoda? Erken dünyada demokratiyada 10 yıldan artık yaşapsa, demokratiyanın usurğunun yedimi sığmaptı sana. Hazırgıça birden bir akamını doğrap, akamdan birden bir dep davanın elini yep jinni bek batıdığı. Sen bu akamga okşaş bir qiliptin çıqqan ham kesekkense, birden bir kichik bir shikronimni qurib dunyoni boshqaramaydi, ham xiyol o'tibsa, birileri bize kuchab tug'dirib qo'ygan o'xshaydi. Mana bu bola tug'ildi, endi mana baqmasam o'lib qoladi deb vahima qilib, pul berib olatsa, pul yig'ish asli maqsading shu seninki. Bu birden bir degan narsa, kallang bo'lmasa masalan deb beray. Qanday davlatda bor? Bu birden bir degan narsa dünya uchun eng rezil diktator davlatlardan sanalgan Xitoyda bor, Shimoliy Koreyada bor. Sen betaraf deb turib, akamning dipini chayotganingda kichik bolami biladi. Og'zingdan chiqsin esatma, og'zingdan chiqsin sen betarafma. Senin kimning dipini chayotganingni bilmanda biz qarg'uma, biz do'pma. Endi qo'pab akamning azroq bir qo'ng'aychilib qolganda, o'tirolmay qolsa, og'zingni ichib meni pishnichi debsa. Sen aramliq amaliyotda beshingdan topaninggacha pishni bilan qo'pirilib chiqqan aramliq ekansan sen. Jundu purush. Akam bir parcha so'ngak tashlab berdi emasmi? U so'ngak bek tatib o'xshaydi. Bilsam, demokratiyada
reallik sözlenidi. Xitoy kommunistlarida kundaligidek uydurmuchilik, yolg'onchilik bilan ekronni to'shqizib yotmaymiz. Masalan, Amerika prezidentlarining ishidagi eng davlat, eng jiq unum yaratgan prezidentlardan Bill Clinton o'zining ishxonasida bilib bilmay bir xatoliklarni qilib qo'ygandi. Levinsky xonim bilan qanday bo'ldi? Bütün Amerika'nın matbuatı emas, bütün dünyanın matbuatı qo'zg'alib, bütün dunyoga bildirdi bu ishni. Hadeb jarsaldi necha yilgacha. Ular dediki, bizga yetakchi bo'lgan odam, bizga lider bo'lgan odam pok bo'lish kerak, pokiz bo'lish kerak, axloqli bo'lish kerak. iqtidorli bo'lmaydi, axloqli bo'lish kerak dedi. Mana bu demokratiya, dört qapoq salla bilsan. Sen demokratiyada yashayotsan-ku? Mana bu demokratiya. Uyushkuga aronni satsang jangal bo'lsa so'raydi. Kalaga aronni qatsang samonga. Fahishvozga aronni qatsang fahishxonaga so'raydi. Ya'ni ishni qandoq odamga topshirsang, ishning natijasi shundoq bo'ladi, bilib qo'y. Ondoq ekan, xalqimizniki bu aramizda men da'voning yetakchisi, men Uyg'urning birdan-bir lideri deyotgan Afg'onlarniki qandoq insonlikni bilish haqqi bor. Murat apandininki qo'rqmay Aşu bir top rezil insan yaşaydigan Münxenga o'xshash bir yerda erkakning kashta bir erkakning chiqishi reallikni men ishimdan qo'rqmayman deb turib deyishi mana bu demokratiyaga mos keladigan bir ish amaliyoti bilsam. Sen bu yerda yashasa qapoq sallasini kallan Xitoyda ekan. Sen birdan-bir deganda kichik bir-birini shikronini shu Qashqarga berib, Qashqarda kommunist Xitoy aqangida va birdan-bir shikron qilmoqchidim, boshqa shikronlarni ko'rganlarning kallasini ol, tilini kes, ko'zini o'y desam, kommunist Xitoy aqang qilib turdi bu ishni. Ama demokratik davlatlarda bir ekran bo'lib qolsa, xalq berib u ekronni cheqib o'tadi. Biz bundaq bir ovozdan puchur egallamaymiz. Bizga eng oz 10-20 bo'lish kerak. O'xshamagan fikrlarni anglash orqali qaysining rost, qaysining yolg'on ekanligini bizning bilish haqqimiz bor. Deb bir shikroningni cheqib o'tadi, bilib qo'y. Va sen tag'ib adam aldayma deb nada bir kasbiy televiziya, satelitlardan so'z eshitib ketibsan. Sen kasbiy televiziyasidan so'ng nimaligini bilamsan? Kasbiy televiziyasidan bir aparatning bir mashinaning puruqini propaqamin go'mosh. Kasbiy televiziyadan so'z eshitib qolsan. Men oldimga kelib 3 oy paypiqimni ju. Anındaki sana kasbiy televiziyanın nimeligini azroq unutib qo'yishim mumkin. Men jim turib ishni demay, sen menga til tekizib ketibsan, meni pishnichiga chiqarmadi. Xalqning ko'zi ochiq. Sen quduqning ichiga kirgan paqa ko'karab osmon shunchalik deb atrofingda bir necha paqa bor sana o'xshaydigan ko'kurish bo'lsa, men dunyoda bir o'xshayman deb o'zingni ustoz atib olganing bilan, sening ko'rdig'ing shuncha quduqning og'zi. Çetel'de 10 yıl yaşap demokratiyada azroq ko'zing ochilmabdi. Yana til bakadın boshqalarga, ma'lumotlarga haqorat qilib, bu ishkronda bunda eksiz qitishyapsa, uxlamay tush ko'ribsa, sallasi yo'g'on, iymon yo'q, qapoq salla, uxlamay tush ko'ribsa. Bu program o'tgandan keyin, ishlangandan keyin, men ishlagandan keyin Murat apandi bilan Mama tarafdan hujumlar geldi. Ben bu hujum qiluvchilarni bu hujumlarni tashkillovchi yoshi yillarning 5iga deydig'ini men yashab bo'lgan. Men yashab bo'lgan inson.
Muşu vatanda urug' tuqqanlarim akirib ishlashakning kunini ko'rayotgandan tortib, millionlab Uyg'urim ishlashakning kunini ko'rayotgandan tortib lagerlarda men o'lgan. Men o'lib ketsam mening armonim yo'q. Bunda yaşagandan, aramzada suhbat yaşagandan o'lgan yaxshi. O'lgan afzal menga. O'limdan qo'rqmaydi ekanman yo'sa aramzadaning yoningdagi 5 tanga tashlab ben tishtirab turadigan hozir so'ng tishlayman deb. 2 kun qamoq o'ynamasa, qo'llari titrab, doktorxonaga kirib qoldigan qamoqqa 5 tanga berib yozg'izgan bir nima. 2 soat ishib olmasa, titrab bezgakdek turolmaydigan bu zaboyga 2 tanga tashlab berib dengizgan gaplarim, yozg'izganlarim orqali menga hujum qilgandan qo'lingdan kelsa, kek paltangni ko'tarib kel. Mening tartishadigan shu bolalarımdan boshqa ishim yo'q. Candan to'ygan birisiman. Sening mujuncholar qitishmagan, ya'ni tatlashlaringdan qo'rqishim mumkinmi? Mushundaq bir kichikdan bir hujumlaringdan meni to'xtatma, ekranlarda X kiritma deb o'ylayman, qapoqdallar. Men hujum qilmayman desam, kek paltangni ko'tarib kel. Ana shu chaqda jilonning beshini yanchishning nimaligini ko'rsatib qo'yman. Bu bazı qarindoshlarimiz yosh gapni deganda hozirgi dunyoda shu chet elda erkin dunyoda yashab turibmi, bir rost gap qilish bir inqilobga aylanib qolibdi deganda yig'ib tutib ketdi meni. Nima deganda bu haqiqatan amaliyat. Men 20 yılın yağım şunu aramızdaki şu atalmış teşkilatlar arasındaki meynetçiliklerini görüp bu haqda bir iş qilmaydigan deb yaqin kelmay, bo'lmasa men teşkilat qurgan, teşkilatlarga boshliq bo'lgan adam, o'zini tatqan. Shu meynetçiliklarning sababidan. Endi mesela o'tgan yili shu millatning liderini ba'zi munofiqlar 10 yil suiqasd qilib putlab yiqitgandan keyin men chidab turolmay bir narsalarni yozgan edim. Ya'ni men biladigan shu vaqtda men biladigan bir Uyg'ur Amerika organidagi bir to'r betyapti. Munozir bir şeyga bir bilan yozib baqdim. 2 minut turmaydi o ücretidir. Yani yazsam yana ücretidir, yana yazsam yana ücretidir. Ahire IP bank etti. Yani IP'lerle beni şekil etti ve kiramaz etti. Başka bir yerde böyle avazımızın çıkarılıp bulan yavam kimde karşısam şu Facebook paket, WhatsApp paket şunu olar. Facebook'ta bir gel tutma 46 minut, yani birisi 20 minut. Andaki WhatsApp'larda takaptı bu aşağı. Şunun keyin benim kallamda bir xiyal şekillengen. Bu monopolçilik pek eğer ki bu munofiqlar bizning liderimizni putlab yiqitgandan boshqa bütün matbuotni monopol qilyapti. Xitoy kommunistlari vatanda shu qanday tashkilot qilib yashayotgan bo'lsa, bu islomni mustaqil yashaydi ekan. Vankat o'sirib qo'ysa, Erkin Osiyo radiosi darhol xabar qiladi. Ammo ba'zi Turkiyadagi ba'zi odam shumul ish qilgan qarindoshlarimizniki xabari jillab ko'maysizlar. Hatta u qilgan ishni nomus qilmay, uning dushmani qilgan ish qilib tasvirlab yozgan munofiqlar bor. Men vatanda bir televiziya boshqarib o'tgan adam, bir televiziya stansiyaning boshlig'i bo'lib o'tgan adam, shu nohaqchiliklar, shu kundadagidek yolg'on gaplar, xalqni aldashlardan seskinib televiziyada. Erkin dunyoga chiqib, erkin rost gap qiladigan bir yerda yashab, deb chiqibmi, shu erkin dunyoda yashab turibmi, o'zimning ovozimni chiqaramadim, rost gap qilolmadim. Unda sorun yo'q, bizga ruxsat yo'q-ku. Qarsam bir shikrallar echilibdi, shu suiqasdchi munofiqlarni dumbug'ini ichilib, maqtab bilan qilib ketyapti. Shuni ular o'g'am qaynab toptirib, qig'ilmaydigan ish emasdi bu. Mana qilib qayda ochgan ekran bu. Ba'zilar tahdid qildi. Ba'zilar nenidan aylanib qo'yishdan qo'rqdi o'g'ay. Shunga hujumlar boshlanib ketdi. Ammo bu kimga hujum qilayotganini bilmay qoldi bu saraliqlar. Endi bilib elish. Dedim-ku, qichishmaga yana tatlamay, paltik ekan ular kel. Erkak bo'lsam.
Andan keyin manga şu programmani açqandan buyon meni izchil qo'llab kelayotgan bir turkum qarindoshlarim bor. Men ularga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ularning deydig'ini bizga shundoq rost gap qildigan, rost gap qilishdan qo'rqmaydigan bir ekran lozimdi. Shunga ular men ikki hafta yo'qolib ketgandan keyin qattiq ansirdi. Rahmat qarindoshlarim. Ama bugün bilip qolinglarki, bu ekran hergiz to'xtab qolmaydi. Mushu jon tandili bo'ladi ekan, hergiz to'xtab qolmaydi. Xotirjam bo'linglar. Boshqa gap qilishdan hojati yo'q. Bundan keyin bilib qolinglar, bu ekranning ismi Jasorat Munbiri. Bu ekran menga o'xshash ovozi bo'g'ilgan, gap qiladigan yer topolmagan, rost gap qilishni xohlaydigan, ammo unda bir fursat undan bir ekran tapamayotgan qarindoshlarga qurilgan ekran. Men bilan har doim aloqa qilsanglar bo'ladi. Ekranga chiqarib xalqimizga uqtiradigan, xalqimiz bilan o'rtoqlashadigan mazmunlar bo'lsa, men bilan aloqa qilinglar. Men hech kimdan qo'rqmaydigan birisi. Agar degan gapinglar yetkazmoqchi bo'lgan uchuringlar rostli bo'lsa, soxtalik aralashib qolmasa, mening ekranim sizlarga ochiq. Ahırda çapaqtanlarını hep ettim, keçirsizler, qarindoshlar. Meni söyleyen, meni qo'llaydigan qarindoshlarim bilan bir didorlashib olmasam, bular haqiqatan bu odamni yo'qotib yotgan o'xshaydi deb ansirab qolibdi. Shunga bugun qisqacha bir izohat berish uchun ekran ochib qoldim. Boy degandek, beshida degandek, agar gap so'zlarim sal egizpas chiqib, ba'zan rohatsiz qolgan bo'lsa, vaqt kechirim so'rayman. Oxirida hammalarning turmushinglarga xotirjamlik, taninglarga salomatlik tilayman. Yana bir qatimqi programmamizda ko'rishguncha xayr, Allohga
Emrah her bir dertin yaman, vatansiz yaşaşmam. Yaman ayrılış, her bir dertin yaman, yaman ayrılış.